Yo, hammaga salom. Bu yerda siz reklamangiz bo'lishi mumkin edi. Shuning uchun reklama oling. Yo, ertalabdan nima uyg'otyapsan? Jin ursin Fenok. Men sessiz tursang bo'lardi-ku. Yo, boshingga nima kiyib olding? Deadpool'da fanatiman-ku, shunga boshimga shunaqa narsa kiyib oldim. Yo, nimaga buncha voqridan uyg'otmasang? Ba'zan banditlar topib olishi mumkin. Albatta ular o'zi bizni yonimizda bo'lganlari uchun o'zi bazamizni qidirib bo'lishgan. Bu yerdan ketish kerak qisqasi. Qayerga boramiz? Joy topib olish qiyin emas-ku, axir zombi apokalipsisdasan. Cho'nchagingda bir tiyin puling bo'lmasa ham birovni talon-taroj qilmasdan turib uy topsang bo'ladi, jin ursin. Yo'q, xavotir olmasang-chi, bo'ldi, qani ketdi. Okey. Bobomning eski Jiguligi bor, uni olishga boramiz. Bobong bormidi sana? Nima, men odam emasman, sen odamsan, Dedomskiy deganding-ku. To'g'risini aytsam, Frankly bobo unchalik ham radnoy bobom emas qisqasi. Ha, unaqa bo'lsa tushunarli. Mamlani toshib kelishini qara, jin ursin. Yaxshi. Frankly bobom deysanmi? Xuddi shunday Frankly bobom. Yaxshi, unda qani qayerga borishimiz kerak? Ana u villagerlarning qishlog'i bor-ku. O'sha yerda. Okey. Qani o'rga bo'lmasa, men seni boshlab boraman. Okey, mana bularning otishini qara, jin ursin. Bunchalik ko'p bular-a? Yo. Endi nima deysan axir? Albatta ular ko'p bo'ladi-da, chunki biz zombi apokalipsisdamiz. O'zi nimaga bizga virus ta'sir qilmadi, bilmadim, lekin mayli qo'ya. Hatto biz tirikmiz, shuni o'zi ham katta ish. To'g'ri aytasan. Bu gapingga men ham qo'shilaman. Yo, yugurib kelishini qara. To'xta, Vince. Nima deysan? Mana bu yerda. Orqangda ahmoq. Ha. Qani hozir biz o'sha qishloq tomonga borishimiz kerak. Tushunarlimi? Ketindan yur. Faqat qolib ketmagina, qanaqadir zombilar seni yeb qo'ymasin deyman-da. Ha, to'g'ri aytasan. Tak. Okey, mamlani qara, yugurib kelishini, jin ursin. Endi seni Deadpool deb chaqiraman, Fenok. Unchalik ham yomon fikr emas, senga aytsam. Men Marvel fanatiman-ku axir. Ha, to'g'ri. Senga aytsam, bobomning eski Jigulisi juda ham ajoyib. Hozir borganda o'zing ko'rib olasan va balki sen minarsan. Okey, men ishi bilaman, atak. Pravam yo'q bo'lsa ham. Xuddi bizni kimdir zombi politsiya ushlab oladi. Xuddi jin ursin. Bu gapinam to'g'ri, lekin hazil bo'lsa ham qanaqa hazil, jin ursin. Rosti kesimda hamma yer zombi bo'lyapti. Hozir bizga вообще farqi yo'q. Aytgancha ovqatlarni nima qilamiz? Ovqatlarni topib olamiz. Uni esa unchalik ham muhim emas. Faqat konservalarni yeb qo'yma kechagidek. Okey. Tushunarsiz. Hozir tayyor ovqatlarni yeb olishing kerak, keyin esa konservalarni yesang bo'ladi. Bu tayyor ovqatlar 3 kungacha saqlansa bo'ladi. Shunday ekan bemalol. Bizda elektr toki juda ham kam. Transformatorni o'zim bo'zaman, jin ursin. Qani olga. Okey. Mamlani qara chiqib kelishini. Endi nima deysan axir ular zombilar o'zi qanday qilib tarqaganiga nima deb o'ylaysan? Bilmadim, lekin bu aniq 3-qismda oshkor bo'ladi, ya'ni qanaqa tarqalgani zombi apokalipsisni tarixi. Ha, video olishing ham juda ham g'alati. Sen xuddi bir nima desam ekan, ruxsatli filmda qatnashayotgandek. Ruxsatli raqamli deganim adashib ketaman-da. Nima desam ekan, tak bo'ldi, bu yerda avtomatik olib tursang ham bo'ladi. Yo'q. Ha, axir bu yerda zombilar yo'q-ku. Lekin zombilar yo'q ekan. Mana shu baza qurib olsak o'ynim. Yo, aytib turibman-ku, axir banditlar bizni sezib qolishgan allaqachon. Ular bizni tutish uchun kelishadi. Gapingga men ham qo'shilaman, lekin bu ajoyib mashina ekan, senga aytsam. Ha. Qani o'tir bo'lmasa, Vince, qani biz butun dunyoni Jigulida aylanib chiqishga tayyormisan, Vince? Yo'q, unchalik emas, chunki butun dunyoga buni motori yetmasa ham kerak. Benzin zapravkaga borib olaylik, o'sha yerda hal qilamiz u yog'ini. Nima deysan, u yerda hozir yetilmadi-yu, ko'zning ko'rindi. Ko'zingga ko'rindi, ahmoq, qanaqasiga yetil bo'lishi mumkin. Gapingga qo'shilaman. Hozir kirganimizda yo'q edi.
Endi sen ahmoqni men tarbiyalagunimcha ancha vaqtim ketdi. Nima? Qanaqa tarbiyalash? Bilasanmi, onang seni tug'ganida qo'limda turarding, qo'lim bilan teng eding. Mendan 1 yosh kattasan axir. Da, to'g'ri, lekin bu gaping ham shunchaki hazillashdim men. Da, gapingga qo'shilaman. Haziling umuman yoqmadi. Jonivorsan, sendan boshqa gaplashadigan odam yo'qligidan afsuslanaman. Manam. Tak bo'lmasa mana shu zapravkaga qo'yib olamiz. Balki banditlarga qo'shilamiz, nima deysan? Bilmadim, banditlar juda ham yomon va ahmoq. Axir ular bizni sotib yuborishi ham mumkin. To'g'ri, gapingga qo'shilaman. Yo'q, tak mana bu yerda tiqilib qoldim, Jenursin. Okey. Bo'pti, men bo'lmasa benzinni qo'yishni boshladim. Tak, bo'lmasa benzin qo'yib bo'lgandan keyin qayerga boramiz? Bilmadim, boshimiz yoqqan tomonga boraveramiz edi. Nima bo'lsa bo'ldi. Ha, gapingga qo'shilaman. Tak, bo'lmasa qara, planlarimizni kelishib olaylik. Xo'sh, ichkarida qanaqadir narsa bormikin, do'stlar, nima deb o'ylaysizlar? Tak. Opa, sunduq bor ekan, qani. Ichida hech balo yo'q. Yo'q, hamma yerni odamlar olib ketib bo'lishgan, tirik qolganlar albatta. Bilmadim, balki biz ham tirik qolganlarni toparmiz. Vins, tashqariga chiq. Nimadir ovozi kelyapti. Mashina ham tayyor bo'ldi. Bu yerdan surish kerak deb o'ylayapman. Nimadirni ko'nglim sezyapti. Mana shu tomondan ovoz kelyapti. Qilib nima bu? Yo'q, nima bu? Jenursin mutant zombimi? Buncha katta bu. Tez mashinaga o'tar. Tez bo'l. Bor. Yo'q. Jenursin mutant zombi. Jenursin. Nima edi bu? Yo'q. Ko'rdingmi, Venok? Ha. Jenursin bunchalik katta zombi. Men kecha hazillashgandim. Rostmana xalqning o'zi-ya. Hozir hazillashishni vaqtimi? Bu hazil emas-ku, ahmoq. Yo'q. Jenursin, nima qilamiz? Yo'q. Qanaqa mutant deydi o'zi-ya? Shunchalik ham katta bo'lishi mumkinmi? Jenursin. Tak. Yo'q, ko'rdinglar do'stlar, juda ham katta va kuchli mutantga uchradik. Aytgancha Vinsani benzinlari qolib ketibdi. Borib olib kelishimiz kerak. Nima, mutant zombi yonigami? Ha, mutant zombi yoniga. Qani olg'a. Yo'q. Tomi ketibdi sani. Nima qildi? Axir o'sha yerga borishimiz kerak. Jenursin, juda kuchunib turibsan-ku axir. Benzinsiz uzoqqa bora olmaymiz. Ha, to'g'ri bo'lgan. Bo'lmasa yur birga borib, o'shani olib kelishimiz kerak bo'lsa, birga olib kelamiz. Aytgancha Vins hech qilib bo'lib ketmasak bo'ldi-da. Ha, to'g'ri, gapingga qo'shilaman, lekin ahvolimiz juda ham og'irlashib ketyapti. Mutant zombilar nechta bo'lishi mumkin? Bunaqa katta zombilar, Jenursin. Okey, bo'lmasa mashinaga ketamizmi? Yo, jinnimisan, mashinani tashlab ket. Qani olg'a Vins. Peshkom kelamiz. Xavotirolma, hammasi zo'r bo'ladi. Okey, senga ishonaman, Fenok. Mana benzinni ham olib oldik. Ko'rdingmi, mutant ham yo'q ekan. Ha, mutant yo'qligidan juda ham xursandman. Uzoqqa ketgan bo'lsa kerak, bu yaxshi. Ketimizdan qo'llamaganiga shukr qilib turibman hozir. Manam tak. Yo'q, kimdir otyapti, Jenursin. Yo'q, banditlar-ku bular. Jenursin, ular bizni mashinamizni bilib qolishibdi. Yo'q, qani otib tashlab ularni. Jenursin, buncha banditlar ko'p bo'lmasa bitta. Yo'q. Jenursin ko'rinmayapti-ku. Mana bu yerda mashinaning orqasiga bekim olibdi. Jenursin, tak. Mana bu mashina orqasigini ham otib tashla. Okey. Yo'q, uchalasi yugurib kelishini. Tak, bular buncha ko'p bo'lmasa-ya, hammasini tozalab keyin bemalol mashinada ketsak bo'ladi. Ungacha esa ketish yo'q. Bular o'zi qanaqa qilib tirik qo'ygan bular-a? Ularga umuman farqi yo'q, senga aytsam. Ha, gapingga qo'shilaman. Jenursin, bular buncha ko'p. Jenursin, tak. Okey, banditlarni biramallab yutdik. Endi mana shu stop. Mana bu nima? Bunkermi? Qani to'xtachi, o'sha yoqqa boraylik-chi. Yo'q, quyosh panellari bor ekan, bu yaxshi. Okey, qani ko'raylik-chi do'stlar, qanaqadir bunkerga o'xshayapti. Ha, aytgancha menda kirka bor, hozir senga beraman. Okey. Yo'q. Mana buni olsang-chi, Vins, men do'diraysanmi? Do'dirayotganim yo'q. Jenursin. Tak, buni ham biz tashlaymiz. Qani ichkariga tushamiz-mi? Ha, bu yerda kimdir bo'lishi mumkinmi-kin? Nima deb o'ylaysan? Menimcha hech kim yo'q. Yo'q, buncha qattiqmi? Jenursin.
buzilmayapti eshik. Ey, yo'q, qanaqasiga buzilmaydi? Tomon ketibdi-ku seni. Ha, точно tomon ketgan. Umuman o'z bo'lmayapti. Bo'lmasa, devorni buzib o'tib ket. To'xtab turchi. Mayli, okey, devorni buzib o'tib ketamiz. Eng yaxshi usulimiz shu hozircha. Yumayapti, teshik bor ekan. Mana bu yerda ham teshik bor. Jin ursin. Bir yerni ham yopib qo'yamiz. Qanaqadir tuzoqqa o'xshaydi. Eski bunkerga o'xshayapti. Nima deysan? Ha, bu yerda svet bor ekan va yoqoq ekan. Demak, bu yerda kimdir bo'lgan. Ha, точно. Qana bo'lmasa, biz mana shu yerda yashasak bo'lardi, menimcha, Vince. Ha, bu ancha banditlarning joyidan ancha uzoqda. Shuning uchun bemalol istak bo'ladi. Da. Oy, nima qo'salib etdi? Yo'mayo, to'xtang, kimsiz o'zi? Mana bunkerimda nima ko'rsanlar? Bandit emasmisizlar? Yo'q, bandit emasmiz. Tirik qolganlardanmiz. Unda yashashingizga ruxsat beraman. Bolajonlar sizlarni qidirib o'rib chiqirsin bunaqa. Yo'q, anchadan beri odamlar qidiraman. Tomga ketganmi buni? Bo'pti, men bilan yuringlar, men sizlarga yangi bunkerni ko'rsataman.